Barchaga assalomu alaykum, hurmatli hamyurtlarimiz. Troyka shimlarimiz narxi bilan tanishtirib chiqamiz. Biz bola shimlarimiz kilosi 145 mingdan, donasi 45.680 so'mdan chiqibdi. Narxlar nima deyapti? Narxlar arzonchi. Bunaqangi dvoykalarimiz bor. Ko'tatak 2 yosh 6 yoshgacha bo'ladigan razmer. Kilosi 145 ming so'm. Donasi 41.330 so'mdan chiqibdi. Shu dar narxlardan. Bunaqangi troykalarimiz bor. Troykalarimizni ham kilosi 145 mingdan 73.230 so'm chiqibdi. Pachkasi hammasi har xil 4 tali, 5 tali. Bunaqangi katta razmerli xohlagan klientlarimizga troykalarimiz keldi. Kecha arzonni ham tashab qo'ydim. Kilosi 145 ming so'm, donasi 114.550 so'mdan chiqibdi. Qiz bola jinsi troykalarimiz kelgan. Ularni ham arzonni tashab qo'ydik. Bu ham kilosi 145 ming so'm, donasi 115.280 so'mdan chiqibdi. Narxlar yaxshi arzon chiqadi kiloga albatta. Kimga shunaqangi arzon narxlarda kiloli tovarlar kerak bo'lsa, ekrandagi raqamlarga bemalol murojaat qilaverasizlar. Kutib qolamiz.